Suyimlik məstələr yaxşımısılar. Bugün mən sizlərə həqiqi vəqəyə asasən özgərtib işlənən dünyadakı birinci bay neft magnati Paul Gaytning nəvrisinin tutqun qılınğanlığı toğrusida film Pul dünyasını sözləb bermən. Dünyadakı birinci bay Paul Gaytning nəvrisi qara guruhning tutqun qilishigə uchrab, banditlar uning apisi Gerrydən 17 million Amerika dolları pul talab qildi. Yo'ldosh bilan ajrashib ketgan Ger punch ko'p pulni chiqarishga qurbi yetmagachga Gaydi jamiyatidan yordam talab qilishga majbur bo'ladi. Ammo tangdassiz bexil Paul Gaydi nəvrisi uchun pul to'lashni rad qiladi. Pulni ololmagan banditlar asabiylashib, nəvrisi Johnnyning quliqini kesib, Gaydi jamiyatiga pochtadan avatib beradi. Paul Gaydi uda 20 yil boylar tizimligida birinchi. Faqat 3 yildala 1 milliard Amerika dollar topgan. Biroq u nomi uchiga chiqqan piqsiq bo'lib, 19 dollarlik xotir buyumini 1 soat baho talashib, 11 dollarga sotib olgan. Uning turalg'isida mehmonlarning ishiltishi uchun maxsus bir ommaviy telefon bo'tqisi qo'yilgan bo'lib, bundaq bo'lganda telefon haqini tejab qolg'ili bo'ladi. Katta boyning eng amroq navrisi John qerishqandek tutqun qilindi. Bu ishdan xabar topgan Johnning apisi intayin jiddiyleşib, katta boy qiynatisidan tunji qitim yordam so'raydi. Gerçi katta boyning kelini bo'lsa-mu, lekin u azaldan uning bir tiyin pulni xashlab boqmagan. Gerçi mushundaq bo'lsa-mu, Paul Gaydi keliniga pul yordam qilmay bir suhbatlash mutaxassisini tunishtirdi. Hamda uningga navrisini eng oz pul bilan qaytirib kelishini topilaydi. Ger amalsiz suhbatlashish mutaxassisi bilan o'g'lini qutqizishga atlandi. Ular soqchi idorasiga kelib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan nurg'unlagan Johnni tutqun qilgan to'g'risida xatlarni ko'rdi. Soqchilar deloni tezdan fosh qilish uchun Gerning uyiga kelib yipuchi izlaydi. Ammo hech qanday uchurga erisholmaydi. Bir necha kun o'tib ketgan bo'lsa-mu, mutaxassis biror yipuchiga erisholmaydi. Bir kuni mutaxassis bir to'p lükchaklar tarafidan majburiy bir uyga keladi. Lükchaklar uningga Paul aslida biz bilan bir maydon tutqun qilish delosi planlab, cho'ng dadisidan pul undirib olmoqchi bo'lgan. Natijada hozir u yana bir to'p kishilar tarafidan tutqun qilindi. John bizni ahmoq qildi. Shunga bizga to'lam beringlar deydi. Bu chaqda mutaxassis buning bir o'yin ekanligini his qilib, Paul Gaydiga "Navringizning maqsadi sizdan pul undirib olishgan" deydi. Bu ishdan xabar topgan Paul Gaydi navrisiga bir tuyma chiqarmaslikni qaror qiladi. Amaliyotda bu tutqun qilish delosi ras bo'lib, to'p-to'g'ri 4 oydan keyin ular shum xabar topshirib oladi. Soqchi idorasidagilar Gerga bir jasadning uning o'g'li bo'lishi mumkin ekanligini aytdi. Tugishib ketayli degan Ger jasad saqlash uyiga keladi. Soqchilar uningga jasadning ko'ydirilgandan keyin dengizga tashlanib butun jasadning sesib ketganligini, shunga ideya jihatda tayyorlik qiling deydi. Ger nihoyat zo'r g'ayrat bilan jasadni ichib soqchilarga bu mening o'g'limning jasadi emaskan deydi. Soqchilar jasadlarni tashlab o'tgan mashinaning Johnni tutqun qilgan mashina bilan o'pma o'xshash ekanligini aniqlab, jasadni qayta tekshirish orqali jasadning bir bulangchi bo'lib, uning yana bir qancha sherga bor ekanligini, hammasining firmaliklar ekanligini bayqaydi. Mutaxassislar bu bir qancha odamni cho'qim Johnning yo'qolib ketishi bilan munosabatli deb qaraydi. Shuning bilan soqchilar nurg'un soqchi kuchini ishga solib, firmaga keladi. Ular bir xarobelikni tepib, alohida soqchilar bu yerni qorshaydi. Ular darvaqa qaroqchilar bilan yilqi jinoyat mashinasini topadi.